Hammaga assalomu alaykum mening obunachilarim. Bugun sizlar bilan birgalikda dunyodagi eng qimmat top 10 ta mashinalar ketma-ketligini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like va kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qoling. Qanunda bizlar videoni boshladik. Bizlarning 10-o'rinimizda Bugatti Chiron. Uning narxi 9 million dollarni tashkil qiladi. Cristiano Ronaldo da borligi bilan mashhur. 9-o'rinda Bugatti Chiron Profili. Narxi 10 million 800 ming dollarni tashkil qiladi. Chiron oilasidagi eng oxirgi va yagona nusxa modeli. 8-o'rinda Rolls-Royce Sweetile. Narxi 13 million. Yaxtalar uslubida maxsus buyurtma asosida bir dona ishlab chiqarilgan. 7-o'rinimizda CPM Automotive Choice. Narxi 14 million 400 ming dollarni tashkil qiladi. Gretsiyada ishlab chiqarilgan 300 mingta ot kuchiga ega ultra avtomobil. Bizlarning 6-o'rinimizda Pagani Zonda HP Bachetta. Uning narxi 17 million 600 ming dollar. Dunyoda bor yo'g'i 3 dona bor. Oynalari juda noodatiy darajada kesilgan. Va nihoyat bizlar 5-o'rinimizga yetib keldik. 5-o'rinimizda Bugatti La Voiture Noir 18 million 700 ming dollar. Qora mashina Bugatti tarixidagi eng sirli va nafis dizaynga ega avtomobil. 4-o'rinimizda Rolls-Royce Bottail. Narxi 28 million dollar. Orqa qismida minibar va soyabonli piknik to'plami joylashgan. Endi esa bizlar top 3-ligimizga yetib keldik. 3-o'rinimizda egallab turgan Rolls-Royce Droptail 30 million dollarga teng. Eng so'nggi va eng qimmat zamonaviy Rolls-Royce seriyasi. 2-o'rinimizda Mercedes-Benz SLR McLaren 999 Red Gold Trim 40 million dollar. Tilla qoplama va yoqut toshlar bilan bezatilgan giperkar. Endi esa eng zo'r. Buning narxi sizning kallangizga umuman kelmagan. Dunyodagi eng qimmat avtomobillarning biri. 1-o'rinimizda Mercedes-Benz 300 SLR Hot Q. Uning narxi 143 million. Auksionda sotilgan. Dunyodagi eng qimmat tarixiy afsona. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like, kommentariya va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Va shunaqa avtomobil videolaridan qolib qo'ymaslik uchun mening kanalimga obuna bo'lib qo'ying.